Ukam nima gap? CV kerak, CV. Olaman dedimi? Gaplashdim, CVni bir olib kelib ko'raman deyapti. Opa. Ismini so'rab oling. Menejerlarni mana ertaga keladi dedi. Ismini so'rab oling, rahmat katta deb chiroyli chiqib, давайте. Ukamiz o'zi krasavchik ekan. Katta kelsa уже CVsini so'rashyapti. Kelib bo'yi bilan engage qilyapti. Kirgan storda misol hammaga yaxshi gapirib, podxod qilib, kompliment berib, hamma bilan zo'r kelishyapti. O'zi ham o'qituvchi bo'lgani, ochiqligi uchun hamma bilan yaxshi kelishib ketyapti. Which is juda ham kerakli narsa. Chunki misol uchun siz o'zingizni ko'rsata olishingiz kerak. Ayniqsa birinchi ko'rinishdan yaxshi kirishib ketsangiz, sizni o'sha menejer yoki oddiy sales associate tavsiya qilishi mumkin boshqa do'konlarga yoki o'zlarining do'koniga. Ukamiz уже yana 5 minutdan beri o'sha yerda turibdi. Qachon chiqadi? O'rnidan ochib ketdi.